Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, aziz qishloqdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, sog' salomatmisizlar? Mana momani uyini ishini boshladik. Xudo xolasa yana qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Mana hozir shkaturka ishlari ketyapti. Nasib bo'lsa oyoqda yana stashka qilamiz. Mana tandirxonani ustiga strapel, shipir, reyka hamma narsani olib keldik. Hozir bu ishlarni tugatgandan keyin 3 ta uyda отделкасini boshlaymiz. Keyin shu momani qiziga yordam berishimiz kerak. Shu banisaga yotqizamiz deb. Shu qizga ham bir qarash yoringlar. Endi xabarlaringiz bor, aqli zaif qiz. Shunga shu musofirda yurgan aka-ukalarimizdan, gruppadagi aka-ukalardan, qishloqdoshlardan, Qamashi gruppasidagi aka-ukalardan, musofirda yurgan turk firmadagi aka-ukalardan shu momaga qiziga yordam so'rab qolamiz. Sizlardan iltimos, bee'tibor bo'lmanglar videoga. Hozir nasib bo'lsa ikkinchi video chiqadi. Videoni qo'yamiz. Tomosha qilinglar, fikrlaringizni kommentaturaga yozinglar, kanalga obuna bo'linglar. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad. Akalar, opalar, ustalarimiz ham keldi. Men bir tonna sementni ham oldik. Kechaga qum chaqilimiz kelgan. Qum chaqil terpoq kerak bo'lsa, terpoqimiz ham bor. Nasib bo'lsa, bugun so'g'ni boshlayveramiz. Qo'llab-quvvatlab turishsizlarni bo'yinlaringizga endi akalar, ukalar. Aziz aka, mana shkaturka bo'ldi aka, oldi. Mana bu yonboshda bu eski shkaturka ekan bu. Buni yiqitishmagan, ketgan joyini yiqitishgan, urdim mana. Zakonni bo'ldi. Mana shkaturkamiz ham xudo xolasa bo'ladi bugun.